Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Marhamat qilib hujjatlar istaqdim. Qori svetofor qizil chiroqdan harakatlanib keldik. Uzr, shoshib chiqqan paytim dokumentni uyga qo'yib ketibdi. Bir marta kechiring, biz ham doktor xizmatiga yuribmiz. Bizda ham boshliq bor-da, o'rtoq boshliq. Ya endi siz ham xizmatingizni, biz ham xizmatchilik endi, noto'g'ri tushunmaysiz. Hujjatsiz bo'lmasa mashina jarima maydoniga kiradi. Xo'p, birodar tog'lar. Siz shoshayotgan bo'lsangiz ketavering. Men mashinangizni o'zim jarima maydoniga borib qo'yib, o'sha yerdan olasiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum, doktor. Assalomu alaykum. Qani jiddiyroq bo'ling, o'rtoq boshliqning mazalari yo'q. Nima bo'ldi? Qarang bundoq. Ism familiyani ayting. Ism familiyani ma'lum, mazam bo'lmayapti mana. Ism familiya kerak-da, hujjatni rasmiylashtirish kerak. Iya. Hamma joyim og'riyapti, doktor. Shu og'riq qoldiradigan bir ukol qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Og'riq qoldiradigan ukol sumkada. Boring sumkadan olib keling. Sumka mashinada. Mashina qayerda? Jarima maydonchasida. Qanaqa klinikaga olib kelding? Bitta og'riq qoldiradigan ukol dorisi bo'lmasa. Bizlarni lavli klinikamiz haqida nima deyapsiz? Bizlarda terapevt, kardiolog, revmatolog, yosh bolalar uchun pediatrlarimiz ham bor. Biz ham sizlarga o'xshab 24 yil ishlaymiz, kamatdir. Bo'lmasam nimadir qiling, bizda ishimiz bor. Siz shoshilayotgan bo'lsangiz ketavering bemalol. Ammo boshliqni o'zim joylashtiraman. Men qachon chiqaman? Bizni boshliq qachon shtrafnoydan chiqadi, keyin siz bu yerdan chiqasiz.